Toshkentimizding Sergeli tumanida joylashgan Toshkent shahar bolalar kutubxonasida sanaga bag'ishlangan tadbirdan tayyorlangan lavhaga navbat beramiz. Zahiriddin Muhammad Bobur deganda o'zbek adabiyotining Alisher Navoiydan keyingi buyuk namoyandasi. Hindistonda 232 yil hukm surgan Boburiylar saltanatiga asos solgan davlat arbobi, jasur va mohir sarkarda Boburnoma asarini yozgan shoh va shoir, adabiyotshunos olim gavdalanadi. Bolalar kutubxonasida tashkil etilgan tadbirda ham bobomizning hayoti va ijodi, shuningdek xalqimizga qoldirgan boy adabiy merosi haqida so'z bordi. Tashkillashtirishimiz boisi bolalar ruhiga, bolalar ongiga milliylik ruhini singdirish, vatan tushunchasini bolalarga singdirish, vatan sog'inchi, vatan nima ekanligini mana shu Bobur Mirzo orqali yana ham his qildirishga undash. Chunki Boburning g'azallarida, ruboiylarida vatan sog'inchi yotadi. Bolalar esa uni so'zlari ijro etib, so'zlari namoyish etib, o'zlari his qiladi. Va shu orqali milliyligimizni, o'zbekligimizni bilib eslab olishadi. Zamonaviy me'moriy yechimlar asosida barpo etilgan ushbu kutubxona 2 qavatli. Bu yerda kitobsevar o'quvchilar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Kitoblar zaxirasi tez to'ldirilib, yangilanib boriladi. Turli mavzularda qiziqarli uchrashuvlar, adabiy badiiy kechalar tashkil etiladi. Beshtobod tumanidan 206-maktab o'quvchilari va Uchtepa tumani o'quvchilari jalb qilingan. Toshkent shahar bolalar kutubxonasida bugungi kunda 20 mingdan ortiq badiiy kitoblar bo'lib, kutubxonamiz fondini boyitish maqsadida kuni kecha tuman deputatimiz Umidjon tomonlaridan ham 50 dan ortiq bolalar uchun qiziqarli kitoblar hadya qilindi. Bu uchun biz jamoamiz nomidan deputatimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va davomli bo'lishini tilab qolardik. Kutubxonamizga a'zo hozirgi kunda 8 ming deb bemalol ayta olaman. Kitobxonlarimiz onlayn ham a'zo bo'lib, kerakli ma'lumotlarni onlayn orqali ham olishmoqda. 9,5 soatga mo'ljallangan audio kitoblar taqdim etildi. Bu ham bizga bir quvonch, sababi ushbu audio kitoblar o'quvchilarning o'zlari aytgan, ovozlari bilan aytgan audio yozuvli kitoblar ekan. Bu ham bolajonlarni kitobga bo'lgan qiziqishini oshiradiki, kamaytirmaydi. Barchani taklif qilamiz tadbirlarga. O'quvchilar tadbir davomida davlat arbobi, jasur sarkarda, muarrix, so'z san'atining asosiy vazni bo'lmish aruz tizimini tadqiq etib, aruz risolasini yozgan musiqashunos, bastakor, harf san'ati haqidagi risola muallifi, go'zal husnixat sohibi bobomiz Bobur haqidagi bilimlarini, sahna ko'rinishlari, shoir ijodidan yod olgan she'r va g'azallari hamda ruboiylarni ifodali o'qish orqali namoyon etdilar.